Assalomu alaykum, hurmatli sotuvchilar va mijozlar. Mana navbatdagi obyektimiz ish romlarini o'rnatib berdik. Ushbu obyektimizga Akfa brendi ostidagi G306 mokri asfalt rang ish romlarini o'rnatib berdik. Barcha rom fortchkalarimiz oynalari 2 qavatdan, eshiklari balkon qalin profilda yasalgan. Qalin oltili kalyonli oynalarni o'rnatib berdik. Eshiklarimizga premium klass zamorojkalarni o'rnatib berdik. Ochilib yopilish ham chiqdi. Barcha zamorojkalarimizga 5 yilgacha kafolati mavjud. Romlariga podagonlargacha o'rnatib berdik. Ochilish qismi romlariga okna pram ruchkalarni o'rnatib berganmiz. Ishimiz chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ushbu obyektimizga o'rnatilgan barcha ish romlarimiz jami summasi 14 million so'mga bitirib berganmiz.